hozir chiqaman. Chiqdingmi? Sensan? Nima ertalabdan? Kimiki bu? Shuda yangilik, yur aylanib kelamiz. To'xta. Qaysi pulingga oling bu mashina? Yo yutdimi real bu safar? Real yutdi. Lekin qimordan topgan pulimga mashina olmayman. Kecha dadam olishgan ekan. Bugun bir aylanib keladi so'radi. Ha, unda yaxshi bir aylantirib kelay debsan, qani? Qisi, mashinamizni bilasanmi o'zi? Boshqa o'tirma, o'tir mashinaga. Kuzayotgan bo'lsang ayt. Ha, bo'pti, faqat ko'chani boshqa. Check me out. Check me out. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Shopir, nima bo'ldi endi bu yoq? Dadamga nima deyman? Senga gapiryapman, eshityapsanmi? Qisib turgin bitpas, o'ylayapman hozir shuni. Qaragin, hozir mashinani ustaga beribki, qanchaga bitishini bilsang, men harakat qilaman to'xtab berishga. Bo'lash bo'ldi endi. Ustaga berib kelaman mashina, pulli harakatim turib. Keldingmi? Ha? Gaplashding? Ha, gaplashdim. 8 millionga bitar ekan. 8 million? Uydagilardan zo'rga kontraktda 3 million pul topdim. Yarmi ham emas bu. Qara, bitta yo'li bor. Shu pulingni 3 barobar ko'paytirib yuborsak bo'ladi. Bo'pti, hozir boshqa iloji ham yo'q. Tezroq shu muammoni hal qilaylik. Hop, bundan kartamga tashla tezroq pulni. Yo. Nima bo'ldi? Nima bo'lardi? 3 million pulingni 9 million qilib qo'ydim. Nima qilay? Qolganini tashlab beraymi 1 millionni?